Tarix haqida gap ketganda, ko'pchilik hammaga ma'lum faktlarga tayansa ham, vaqt o'tishi bilan ular yangidan ko'rib chiqiladi. Yangi topilmalar va ilmiy tadqiqotlar avval ishonchli deb hisoblangan ayrim ma'lumotlarni inkor etadi. Ba'zan esa mashhur afsonalar oddiy gazeta sarlavhasi yoki o'lchovdagi xatolikdan kelib chiqqan bo'ladi, biroq ular avloddan avlodga o'zgarmay yetib keladi. Keling, tarixni chalkashtirgan 7 ta mashhur xatoni birgalikda ko'rib chiqamiz. Ko'pchilik eshitgan, go'yoki o'rta asr odamlari yerni tekis deb o'ylagan. Kolumb esa hammani hayratda qoldirib, sayohatga chiqqan. Bu hikoya 19-asr kitoblarida paydo bo'lib, tezda mashhur bo'lib ketadi. Aslida esa o'rta asr Yevropasida ilmga qiziqqan deyarli har bir kishi shar shaklidagi yer modelini bilgani ko'plab manbalarda tasdiqlangan. 12-asrda yashagan olimlar Ispaniyadan Sitsiliyagacha yunon-arab astronomiya asarlarini lotin tiliga tarjima qilib, ularda keltirilgan sferik yer tasvirini darslik sifatida ishlatgan. Boloniya va Parijdagi universitet qo'lyozmalarida yer sharining geografik chizmalarini ko'rish mumkin. 13-asr ingliz olimi Roger Bacon o'z risolasida yerning dumaloq shaklini yulduz kuzatuvlari bilan izohlagan. Afsona paydo bo'lishiga asosiy turtki 19-asr ma'rifatparvar yozuvchilari bo'ladi. Ular o'z davrining ilmiy yutuqlarini ajratib ko'rsatish uchun o'tmishni qorong'u davr deb tasvirlash orqali kontrast yaratishgan. Amerikalik yozuvchi Washington Irvingning Kolumb haqidagi asari va keyinroq William Draper hamda Andrew Dixonga o'xshash tarixchilar ilm va din to'qnashuvi g'oyasini kuchaytirish uchun tekis yer motivini ishlatadi. Natijada o'quv darsliklariga ham ushbu uydirma kirib boradi. Kolumb ekspeditsiya rejasini tuzganida ham yer tekis, chetidan tushib ketamiz degan e'tirozlar emas, balki sayohat masofasining uzoqligini muhokama qilgan. Ispaniya maslahatchilarining asosiy xavotiri yangi qit'a emas, Hindistongacha bo'lgan yo'lning kutilgandan ancha uzun bo'lib chiqishi edi. Astronomiya tarixidagi manbalar yoki Parijdagi Surbonna kutubxonasidagi o'rta asr globuslari yer shar modelining oddiy tushuncha bo'lganini aniq ko'rsatadi. Demak, o'rta asrdagi tekis yer afsonasi zamonaviy darslikka kirib qolgan, ammo tarixi 19-asr matbuotidan nariga bormaydigan xato dalil. Shimoliy dengizlar bo'ylab suzib, turli yurtlarga hujum qilgan Norveg, Daniyalik va Shved jangchi vikinglar ko'pincha chiroyli, ammo noto'g'ri tasvirlarda gavdalanadi. 19-asr san'atida va keyingi pop madaniyatda ular bir necha asr davomida kir yuvmagan, soqollari chalkash, boshlarida ulkan shoxli dubulg'a bilan tasvirlanib keladi. Lekin arxeologiya bu tasvirni butunlay rad etadi. Viking qishloqlarida olib borilgan qazishmalar ularning kundalik gigiyenaga befarq bo'lmaganini ko'rsatadi. Qabr va turar joy xarobalaridan suyakdan yoki bronzadan tayyorlangan taroqlar, pinsetlar, soqol olish uchun mo'ljallangan mayda tig'lar topiladi. Shimoliy iqlim sovuq bo'lsa ham, ularda issiq bug'li hammom an'analari bo'lgan. Tadqiqotchilar haftasiga kamida bir marta yuvinish ularda oddiy odat bo'lganini ta'kidlaydi. Shu paytda G'arbiy Yevropada hammaning ham bunday imkoniyati bo'lmagan. Hatto qirollik saroylari oldida vikinglar ancha ozoda bo'lgan. Ular faqat jangchilar emas, balki dehqonlar, hunarmandlar va savdogarlar ham bo'lishgan. Ko'pchiligi o'z yurtida oddiy hayot kechirgan, ba'zilari esa boshqa yerlarda yashash yoki savdo qilish uchun yo'lga chiqqan. Ular ipak, ziravor va tilla bilan birga o'tkir tig'li ustara, maishiy sovun va yoqimli hid beruvchi yog'larni ham olib kelgan. Kiyimlarni yuvish, soqollarni shaklga keltirish nafaqat shaxsiy gigiyena, balki ijtimoiy mavqe belgisi sanalgan. Bundan tashqari, shoxli dubulg'a haqidagi fikr ham xuddi shunday manbaga ega. 1870-yillarda Richard Wagnerning operalari uchun kostyum tayyorlagan dizayner Karl Emil sahnaga epik ruh berish uchun jangchilarga shoxli bosh kiyim yasagan. Tasvir muxlislarga juda yoqadi va tez orada odamlar orasida haqiqatga aylandi. Hozirga qadar topilgan viking dubulg'alari temirdan quyma burun himoyasi bor, ammo hech birida shox, qilichga o'xshash keskin bezakli qismlar yo'q. Shox jang paytida dushmanga ilashib qolishi yoki jangchining muvozanatini buzishi mumkin. Shu sababli amaliy jihatdan mantiqsiz. 19-asr matbuoti va darsliklarda vikinglar o'lchamidan kattaroq, vahshiy ko'rinishda va shoxli bosh kiyimda tasvirlanishi nisbatan oddiy tushuntirishga ega. Yevropa xalqlari uchun bu shimollik bosqinchilarni ekzotik va xavfli ko'rsatishning qulay usuli bo'lgan. Bugungi kunda Norvegiyada topilgan Gjermund bu dubulg'asi eng to'liq saqlangan namunadir. U qo'ziqorin shaklli temir gumbaz, burun himoyasi va halqasimon temir panjaradan iborat. Natijada vikinglar haqidagi ikkita mashhur afsona, ularning jirkanch hayot tarzi va shoxli dubulg'alari zamonaviy arxeologiya va tarixiy tahlil bilan inkor qilindi. Shimoliy dengiz jangchilari o'z davri uchun odatda qabul qilingan me'yorlardan ham yuqori darajada toza bo'lgan, jang paytida esa qulay, sodda, funksional himoya vositalarini tanlagan.
Kino va ommaviy kitoblar Kleopatrani Nil bo'yida ildiz otgan qadimiy sulolaning vorisi va tug'ma misrlik firavn sifatida tasvirlab keladi. Tarixiy genealogiya esa uni Ptolemeylar oilasining vakili deb ko'rsatadi. Ptolemey I Aleksandr Makedonskiyning qo'mondonlaridan biri bo'lib, Iskandariya taxtiga miloddan avvalgi 323-yilda o'tirgan va 203 yildan ortiq davom etgan Yunon sulolasiga poydevor qo'ygan. Kleopatra 7 ana shu naslning so'nggi hukmdori bo'lib, otasi Ptolemey 12, onasi ham katta ehtimol bilan Ptolemeylar qarindoshlari orasidan tanlangan. Arxeologiya va numizmatika ham bu faktni tasdiqlaydi. Kleopatra tasviri aks etgan tangalarda yunoncha yozuv va klassik Yunon portreti qo'llangan. Iskandariya saroyidagi ma'muriy hujjatlar ham yunon tilida yuritilgan. Kleopatra Misr aholisi bilan yaqin bo'lish uchun mahalliy tilni o'rganadi. Mabad marosimlarida qadimiy Misr yozuvlaridan foydalanadi. U an'anaviy kiyimlar va firavnlik unvonini qabul qilib, bu orqali siyosiy mavqeini mustahkamlashga erishgan. Demak, u tug'ma misrlik emas, balki hokimiyatini mustahkamlash uchun Misr an'analariga tayanib siyosiy moslashuv ko'rsatgan Yunon hukmdori edi. Xalq og'zaki rivoyatlari esa keyingi islomiy va yevropalik sayyohlar orqali Kleopatrani afsonaviy firavn qiz obraziga aylantiradi. 20-asr boshida kashf etilgan Fayum portretlari va Iskandariya saroyining marmar byustlari uning yuz tuzilishi klassik Yunon ideallariga mos tushganini ko'rsatadi. Bu ham etnik tarafdan Yunon bo'lganini yana bir bor mustahkamlaydi. Shunday qilib, Kleopatra tug'ma misrlik emas, balki Iskandariyada hukmronlik qilgan Yunon Makedoniya nasliga mansub oxirgi Ptolemeylardan biri edi. O'quv darsliklarida va ommaviy matbuotda fazodan ko'rinadigan yerdagi yagona sun'iy inshoot Buyuk Xitoy devori degan jumla yillar davomida qayta yoziladi. Aslida esa devor harbiy muhandislik mo'jizasi bo'lsa-da, uning kengligi taxminan 6 metr, tashqi ranglari esa cho'l va tog' foniga juda o'xshash. NASA masofaviy suratlari va Apollon dasturidan boshlab xalqaro kosmik stansiyaga qadar bo'lgan barcha missiyalarda astronavtlar uni ko'z bilan aniqlashga urinishadi, ammo hech kim devorni farqlay olganini tasdiqlamaydi. 2003-yilda orbitaga chiqqan birinchi xitoylik fazogir Yang Liwei ham ko'zimga hech qanday devor tashlanmadi deb bayonot berdi. Afsona manbasi 19-asr geograflari kutubxona xulosasiga duch kelgan, uzunligi minglab kilometr bo'lgan chiziq fazodan albatta ko'rinsa kerak degan faraz matbuotda faktga aylangan. 20-asr boshida o'nlab darsliklar bu fikrni takrorlaydi. Keyinroq teleko'rsatuvlar va reklama materiallari tasdiqlanmagan jumlani yanada mashhur qiladi. Lekin fotosuratlar tahlili aksini ko'rsatadi. Hatto 300 kilometr balandlikdagi orbitadan ham devor fon relyefidan ajralib turmaydi. Sun'iy yo'ldosh tasvirlarda uni faqat keskin kontrast kuchaytirilgan maxsus ishlov orqali topish mumkin. 2004-yilda Xalqaro kosmik stansiya astronavti Leroy Chiao maxsus 400 mm obyektiv bilan turli burchaklardan rasmlar oladi. Keyingi kompyuter tahlil devor bo'lishi mumkin bo'lgan chiziqlarni ko'rsatadi, lekin Chiao ko'z bilan qaraganda hech nimani tanish qiyin deb qayd etadi. Shunday qilib, devor fazodan ko'rinadigan yagona inshoot emas, yirik shaharlar, bandargohlar, aeroportlar kechasi yoritilishi tufayli ancha oson ajraladi. Xulosa ravshan, afsona o'qituvchilar va sayyohlik bukletlarida yashab qolgan, lekin orbitadagi tajriba va raqamli tasvirlar bilan tasdiqlanmagan. 19-asr gazetalari va karikaturachilari Napoleonni mitti odam sifatida tasvirlagan. Bu obraz shunchalik kuchli tarqalganki, hatto darsliklarda ham Napoleonning bo'yi 150 sm atrofida bo'lgan deb ko'rsatilgan. Keyingi o'rganishlar esa raqamlarning noto'g'ri talqin qilinganini ko'rsatadi. 1821-yilda Napoleon vafot etganida shifokorlar protokol bo'yicha uning bo'yini 5 fut 2 dyum deb qayd etgan. Bu ko'rsatkich fransuz o'lchov tizimidagi fut va dyum edi. Fransuz futi ingliz futidan qisqaroq bo'lgani uchun uni to'g'ridan-to'g'ri ingliz tizimiga ko'chirgan odamlar natijani xato talqin qilgan. Fransuz futidagi 5 fut 2 dyum amalda taxminan 170 sm ga teng bo'lib chiqadi. O'sha davr Yevropa erkaklari orasida bu ko'rsatkich o'rtacha bo'yga to'g'ri keladi. Bonapart atrofidagi kiyim-kechak, haykal va uniformalarning proporsiyasi ham shu raqamni tasdiqlaydi. Britaniya matbuoti Napoleon armiyasi ustidan g'alabalardan keyin uni masxara qilish uchun bo'y masalasini qulay vosita sifatida ishlatadi. Karikaturalarda imperator 2 bosqich pastga chiziladi, qo'lidagi shapkasi esa odatdagidan katta qilib beriladi. Propaganda kuchaygani sari bu raqam oddiy odamlar nazarida faktga aylanadi. Milliy romantizmga moyil yozuvchilar ham tarixiy yozuvlarni tekshirib o'tirmaydi. Bir necha avlodlar davomida yozuvlar qayta ko'chiriladi, xato esa doimiy ko'rinish oladi. Bugungi tarixchilar Napoleonning shaxsiy gvardiyasi uchun tanlangan askarlar 180 sm dan baland bo'lishi kerak bo'lganini eslatadi.
Imperator atrofidagi erkaklar ko'p hollarda doimo bo'yi balandlarni o'z ichiga olgan. Natijada ularning yonida u biroz pastroq ko'ringan. Suratga olish texnikasi bo'lmagan davrda bunday vizual farqni rasm chizuvchi rassomlar yanada kuchaytirgan. Yakunda Napoleonning bo'yiga doir afsona oddiy chalkashlik va siyosiy masxaraning mahsuli ekani ayon bo'ladi. Albert Einstein haqidagi eng ommaviy afsonalardan biri, u maktabda matematikadan yiqilgan degan gap. Shveysariyaning Ara gimnaziyasi arxivlari bu fikrga mos kelmaydi. 1896-yilgi baholar jadvalida algebra, geometriya va arifmetika ustunida eng yuqori 6 ball turadi. O'sha tizimda 6 maksimal qiymat sanalgan. Einstein 15 yoshligida differensial va integral hisobni mustaqil o'rganib bo'lgani haqida keyinchalik o'zi yozgan. 1935-yildagi intervyusida esa matematikadan hech qachon yiqilmaganman, deya aniq bayon etgan. Afsona paydo bo'lishiga ikki xil chalkashlik sabab bo'lgan. Birinchisi 1895-yilda Politexnika institutiga kirish imtihoni. Einstein rasmiy yosh chegarasidan 1 yosh kichik holda hujjat topshiradi. Tabiiy fanlar va matematikadan yuqori ball oladi, biroq fransuz tili va adabiyotidan yetarli ball to'plamaydi. Tuzilgan tavsiya asosida u avval Ara gimnaziyasini to'liq bitiradi, keyingi yili esa institutiga qabul qilinadi. Ikkinchi chalkashlik esa ball tizimlari. Shveysariya maktablarining 6 balli shkala natijalari ingliz tiliga 6 dan 5 tarzida tarjima qilinganda, ayrim gazetalar bahoni yetarli emas deb noto'g'ri talqin qilgan. Universitet davrida Einstein differensial tenglamalar, Riemann geometriyasi va tensor tahlilini chuqur o'zlashtiradi. David Hilbert va Max Planck singari zamondoshlar nazariy fizikadagi yutuqlarni aynan mustahkam matematik tayyorgarlik bilan bog'lagan. Maxsus va umumiy nisbiylik tenglamalarni yaratish jarayonida u o'sha vaqtda fiziklarga ham uncha tanish bo'lmagan matematik apparatdan bemalol foydalangan. Arxivlar, institut reytingi hamda zamondosh olimlarning guvohliklari Einstein matematikadan doim yuqori natija ko'rsatganini tasdiqlaydi. Einstein matematikadan yiqilgan iborasi esa meteorologik chalkashlik va gazeta sarlavhalari asosida shakllangan xalq afsonasi bo'lib qolmoqda. Film va rasmlarda piramidalar yonida zanjirlangan odamlar ko'p tasvirlangan, lekin Giza platosida olib borilgan so'nggi arxeologik tadqiqotlar bu manzara bilan mos kelmaydi. 1990-yillarda Xufu va Xafra piramidalari yaqinida qurilgan ishchilar shaharchasi ochiladi. Har tomonlama tekshirilgan uy-joylar, pishiq g'ishtdan bunyod etilgan nonvoyxona va katta miqdordagi qoramol suyagi mazkur odamlar muntazam to'yimli ovqat olganini ko'rsatadi. Menyu tarkibida non, mol go'shti va pivo bo'lgan. Bu mahsulotlar qullar ovqatlanish ratsioniga to'g'ri kelmaydi. Shaharchadagi qabr toshlarida Xufu do'stlari, Menkaura jonkuyarlari kabi guruh nomlari bitilgan. O'xshash tasvirlar piramida ichida ham uchraydi. Quruvchilar guruhlari o'zini hurmat qilganini bildiradi. Qul mehnati sharoitida bunday faxrli imzo qoldirish amaliyoti bo'lmagan. Skelet tahlillari ham muhim. Ko'pchilik suyaklarda tibbiy bog'lamlar bilan bog'lash belgilari bor. Demak, jarohatlangan ishchilar tibbiy yordam olgan. Qullar esa odatda jarohatdan keyin asrab o'tirilmagan. Yozma manba yetishmasa-da, misrlik yozuvchilar turli rasmiy hujjatlarda guruh rahbari, loyiha mudiri kabi lavozimlarni eslatgan. Ishchilar mavsumiy tartibda safarbar etilgan bo'lishi mumkin. Nil toshqini paytida qishloq dehqonlariga dalada ish bo'lmagan, ular saroy hisobidan qurilishga jalb etilgan. Buning evaziga oziq-ovqat, kiyim-kechak va uy-joy ta'minoti berilgan. Mazkur tizim ijtimoiy xizmatga o'xshash bo'lib, majburiy qullikdan farq qiladi. Yevropa manzaralaridagi piramidalar va qullar tasviri asosan Yunon tarixchisi Gerodotning mezduy, ishchi so'zini qul deb tarjima qilishidan boshlangan. Keyinchalik sayyohlar va 19-asr sharqshunoslari ham shu jumlani takrorlagan. Zamonaviy arxeologiya bu tarjimani noto'g'ri deb ko'rsatadi. Ishchilar mehnat bozoridan jalb etilgan, mavsumning qolgan qismida o'z qishloqlariga qaytgan. Piramida qurilishi ulkan muhandislik va logistika loyihasi bo'lgan. Katta guruhni uzluksiz oziqlantirish, boshqarish uchun markazlashgan maosh tizimi, sog'liqni saqlash xizmatlari va mutaxassis ustalar tarmog'i ishlagan. Shu bois qullar tosh sudrab yurgan manzarasi tarixiy dalilga emas, dramaviy tasvirga asoslangan. Bugungi dalillar piramida malakali, haq olgan va o'z ishidan faxrlangan ishchilar tomonidan qad ko'targanini tasdiqlaydi. Bugun biz 7 ta mashhur tarixiy afsonani sinchiklab ko'zdan kechirdik. Qachonlardir aniqdek tuyulgan gaplar qanday qilib vaqt, propaganda yoki oddiy adashish tufayli chuqur ildiz otganini ko'rdik. Yodda tuting, haqiqatni aniqlash har doim yangi dalillarni tekshirishdan boshlanadi.
Agar sizni ham tarixning shu kabi sirli va qiziqarli jihatlari qiziqtirsa, izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring, videoga like bosing va albatta obuna bo'ling. Yana ko'proq eksklyuziv ma'lumotlar uchun Telegram kanalimizga ham qo'shiling. Havola esa video tavsifida.